Yaqinda remont tugagan xonaga endi ko'chib kiramiz. Birinchi bo'lib pechkani o't yoqishga tayyor holatga keltirib oldim. Uyda bor tunukani tashqari tarafdan to'g'ri kelmasa ham ko'p qo'yuvdik, lekin har qaraganimda g'ashim kelib, ko'nglim bo'lmasdan boshqatdan lop-loyiq qilib yasatib kelib, ichkari tarafdan o'rnatib qo'ydim. Mo'r yasash uchun juda ham ko'p turba ketdi. Razmer olmaganim uchun naq 5 marta do'konga bordim va ilk marta o't yoqib ko'rdim. Boshida rosa tutadi, keyin yaxshi yondi. Derazam tepasiga po'ka yetmay qoluvdi, esinglarda bo'lsa, bugun olib kelib, kesib tayyor qilib qo'ydim. Opichamlar kelsa yopishtirib qo'yamiz. Men o'zim yopishtirmoqchi edim, klayini ishlatishni bilmadim va navbat televizorga. Televizor o'rnatishni bilmas edim, lekin boshingizga tushsa, bilmasangiz ham o'rganib olasiz ekan. Amallab binoydek qilib o'rnatib oldim. Pechkani tagiga linoleum soldim. Eshik tarafdan kirishga narigi uyimizda turgan ugolovni olib kirib oldim va unga yangi plet olib solib qo'ydim. Shu bilan uy tayyor bo'ldi. Hammasi o'zimga yoqdi, o'zim xohlagandek bo'ldi, lekin polosim uyga tekis bo'lib tushmagani g'ashimni keltiryapti.